Assalomu alaykum. Bu darsimizda рабочее пространство hamda lenta haqida gapirib o'tamiz. Demak, рабочее пространство o'tgan darsda bizlar o'zimizni рабочее пространствоmizni sozdать qilib olgan edik. Ya'ni рабочее пространство har bir foydalanuvchining ish vaqtida ishlatiladigan mana bu interfeysning joylashuviga tushuniladi. Misol uchun bitta kompyuterda bir nechta odam ishlashi mumkin. Shuning uchun ham ularga bitta kompyuterda bir nechta xil рабочее пространство bo'lishi mumkin. Misol uchun men mana bunday рабочее пространствоda ishlayman yoki boshqa kishi klassikda ishlashi mumkin. U ham o'ziga bitta boshqa ism ostida рабочее пространство sozdать qilib, сохранить qilib qo'yadi. Demak, endi lentaga o'tamiz. Mana bu tepada tushgan настройкалар hammasi lenta. Lenta o'z navbatida vkladkalardan iborat. Mana bu главная vkladkasi, vstavka, annotatsiya, parametrizatsiya va boshqalar. Vkladkalar ham o'z navbatida panellardan iborat. Panellar рисование paneli, redaktirование, annotatsiya hamda sloylar va boshqalardan iborat. O'z navbatida panellarning mana bunday ismlariga bossak, ular kengayadi. Ya'ni panellar qo'shimcha, ya'ni kamroq ishlatiladigan instrumentlar mana bu kengaytmalarda qo'yilgan bo'ladi. Bundan tashqari panellar, ochiq panellar bor hamda mana bunday yopiq panellar, ya'ni mishkani ularga yo'naltirsa ochiladi. Buning sababi shundaki, ekraningiz kichkinaroq bo'lsa agar, ana shunday sig'magan panellar yopiq holda bo'ladi hamda ular mishkani olib kelgan paytda ochiladi. Mening ekranim katta, lekin zapis qilayotgan faylimning hajmi katta bo'lib ketmasligi uchun sal kichkinaroq qilib ekranimni ishlayapman. Shuning uchun ba'zi bir panellar mana bunday holga kelib qolgan. Yana bitta narsani aytib o'tish kerak. Bu vkladka, ya'ni fayl panellarini ko'rib o'tgan edik. Ular odatda mana bu yerga joylashgan bo'ladi. Agar xohlasangiz ularni o'chirib qo'yish imkoniyati bor. Buning uchun videoga o'tamiz hamda vkladka faylini bossak ular o'chadi. Buning o'rniga bizlar Alt plus Tab klavishani ishlatish orqali fayllarning bir-biridan o'tishimiz mumkin. Misol uchun Altni bosib turib Tabni bosaman hamda bu yerdan tanlashim yoki Tabni birma-bir bosib bir-biri bilan переключаться, ya'ni bunisidan unisiga o'tishim mumkin. Bu vkladka uchun, mana bu vkladka fayli uchun alternativa hisoblanadi. Davom etamiz. Hozir bizlarning qiladigan ishimiz shundan iborat bo'ladiki, ba'zi bir keraksiz instrumentlarni olib tashlash kerak bo'ladi. O'zimning tajribamdan shuni aytib o'tishim mumkinki, mana bu yerdan ba'zilarini ish jarayonida umuman foydalanmaysiz. Misol uchun mana bu buffer obmenini oddiy Ctrl-V, Ctrl-S tugmalari joyini oladi. Misol uchun вставить qilish uchun bizlar Ctrl-V ni, copy-paste qilish uchun Ctrl-S ni bosamiz yoki verziz qilish uchun Ctrl-X tugmasi orqali verziz qilib olishimiz mumkin. Shuning uchun ularni o'chirib qo'yishimiz kifoya. Buning uchun lentani ustiga xohlagan joyiga mishkaning o'ng tugmasini bosamiz hamda показать panelini ustiga shunday mishkani yo'naltirib, bu yerdan buffer obmenani ustiga bosamiz hamda buffer obmena bu yerdan yo'qoladi. Yana bir bor, hozirda bizlarga vid ham kerak emas, shuning uchun uni ham o'chirib qo'yamiz. Ko'rib turganingizdek, hamma instrumentlar endi sig'ayapti. Odatda mana bu utility ham deyarli umuman foydalanmaydi, lekin hozir xalaqit bermaydi, u turgani ma'qul. Vstavkaga o'tamiz. Bu yerda hamma narsa sig'ayapti, annotatsiya. Faqat bu yerda bizlar mana bu pametkani olib tashlashimiz mumkin. Masshtab va masshtab ham boshqa joydan to'g'rilashimiz mumkin masshtabni. Hamma narsa sig'ayapti. Bo'ldi, boshqa hamma narsa sig'ayapti. Bundan tashqari bizlar vkladkalarning o'zlarini ham olib tashlashimiz mumkin. Buning uchun показать vkladki hamda ba'zi bir vkladkalarni olib tashlashimiz mumkin. Misol uchun совместная работа men oldinroq olib tashlagandim. Bundan tashqari 3 ta instrumentlar hozir ko'rinmayapti.
va boshqalar yoki vivddan olib tashlashimiz mumkin. U pechatni oddiy Ctrl P tugmasi orqali pechatga berishimiz mumkin. Buni keyinroq chuqurroq o'rganib o'tamiz. Bundan tashqari ba'zi bir paytlar bo'ladi, sizga joy yetishmay qoladi yoki biron kishiga ko'rsatmoqchi bo'ladigan paytlar bo'ladi. Buning uchun mana bu yerda lentani kichraytirishingiz yoki umuman olib tashlashingiz mumkin. Yana shunday holatlar bo'ladi, hozir qilib ko'rsataman. Sizda lenta yo'qolib qolishi mumkin. Bunga hech qanday ajablanarli joyi yo'q. Biron internetdan darrov qilishga tushmang, shunchaki komandniy strokka yoki shunday turgan joyingizda, любой joyda lenta bosish kifoya. Lenta yozasiz hamda enterni bosasiz. Lenta avtomatik tarzda paydo bo'ladi. Yoki boshqa bir yo'li, mana bu komandniy stroka sostoyanida chetroqda очистка ekrani degan nastroyka bor. Ana shuni bosish orqali lentani yo'qotib yoki paydo qilishingiz mumkin. Bu uchun alternativa Ctrl hamda 0 tugmasi. Bulardan tashqari bizlar panellarni lentadan olib boshqa joyda vaqtinchalik qo'yib qo'yishimiz mumkin. Misol uchun, men ish paytimda annotatsiyadan mana bu razmerlar bo'limi kerak bo'ladi. Uni olib shunchaki tortib qo'yaman chetroqqa hamda glavniyga o'tib o'z ishimni davom ettiraman. Hamda ishimni tugatib bo'lganimdan so'ng uni shunchaki olib o'z joyiga qaytarishim emas, ana shu yerdan o'z joyiga qaytarishim mumkin. Mana bu yerda bosaman, bo'ldi. Annotatsiyaga o'taman. Panelim o'z joyiga qaytdi. Endi hamma qilib o'tgan o'zgartirishimizni saqlanib qilishimiz kerak. Buning uchun o'sha kichkina gaykachaga bosamiz hamda saqlanib tekushi qilib o'zimizni profilimizni tanlaymiz. Ya'ni men o'zimni ismimni qo'yganini tanlayman hamda saqlanib qilaman. Zaminiz deb so'raydi. Hozirgi borini almashtiraymi deydi. Ha deb javob beraman. Bo'ldi, endi hozirgi to'g'rilagan interfeysimiz tayyor bo'ldi. Shuni ham aytib o'tishim kerak. Ana shu saqlanib qilgan joyda har bir qilingan o'zgartirishimiz avtomatik tarzda o'zgartirib kiritishiga ham qilishimiz mumkin. Misol uchun, men biron nimani joyini o'zgartiraman yoki udalet qilaman, hammasi avtomatik tarzda o'zi saqlanib bo'ladi. Lekin bu unchalik qulay hisoblanmaydi. Chunki ba'zi bir noto'g'ri o'zgartirish bo'lib ketsa, AutoCADni yopsangiz agar, u ikkinchi safar yoqqaningizda o'zgarish bilan kelib, nima qilishni bilmay qolishingiz mumkin. Shuning uchun har safar o'zgartirish kiritganda saqlanib qilib, boshqatdan o'zingizning nomingiz ostida saqlanib qilishingizni talab etiladi. Bugungi darsimiz shular. E'tiboringiz uchun rahmat.